Assalomu alaykum hurmatli YouTube ishqibozlari, musofirda yurgan aka-ukalar, qadrli obunachilar. Mana yana bugun bir kichkintoy darvozamiz tayyor bo'ldi. Eniga 3 metr, bo'yiga 280 razmerga tayyor bo'ldi bu darvozamiz. Mana ko'rishlaringiz mumkin, juda chiroyli, ideal holatda tayyor bo'ldi. Kraskadan oldingi holati mana ko'rishlaringiz mumkin hurmatli aka-ukalar. Tepalari lazerlar qilindi, sitka qilindi. Juda chiroyli holatda tayyor bo'ldi darvozamiz ham. Darvozamiz eniga 3 metr, bo'yiga 280 razmerga tayyorlandi. Mana darvozamiz materiallariga keladigan bo'lsak, stoykalar 8 ga 8 profil bo'ldi. Taglari shiviller 8 lik shiviller bo'ldi. Listlari 1.8 lik list. 1.8 lik list. Ichidagi profillar 6 ga 4, 1.5 lik stenada bo'ldi. Juda chiroyli, mana polni germetiklanib, hech qanday xudo xohlasa suv kirmaydigan qilib, polni stiglar yamalib, chiroyli holatda keltirildi. Xudo xohlasa kraskalar sepiladi. Bu Toshkent viloyati Bo'ka tumaniga tayyor bo'ldi bu darvozamiz. Ishlayman. Mana kalitkasi, zamoklar o'rni ochilgan. Hurmatli aka-ukalar, kimga shunday darvozalar kerak bo'lsa, ekranimiz pastki qismiga nomerimizni qo'yib qo'yamiz. Bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin. O'zbekiston bo'ylab dostavka, ustanovka mavjud. Aka-ukalarimiz kraskadan oldingi holatlarini ham bir qator ko'rsating deganiga, bir qator xudo xohlasa hech qanday eski zang material ishlatilmagan, polni kraskadan oldin tozalab, chiroyli qilib kraskaga tayyor qilinadi. Mana kraskalar sepilish holati, bu kraskasi birinchi sloj gruntovka sepiladi, keyin mokriy o'sha devo kraskadan sepiladi. Xudo xohlasa mokriy asfalt rangda bo'ladi. Buni ustanovka qilish jarayonini ham qo'yib boramiz, xudo xohlasa. Kuzatib borsalaring, ustanovka jarayonini ham qo'yib boramiz. Hurmatli aka-ukalar, bemalol murojaat qilaverasizlar. O'zbekiston bo'ylab dostavka, ustanovka mavjud. Kanalimizni doim kuzatib boringlar. Keyingi videolarimizda ham o'rnatish, ustanovka qilish, o'sha kraska sepish jarayonlarini qo'yib boramiz, xudo xohlasa. Doim sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.